Bugun men bo'ri bo'laman. Sen esa quyon. Ay! Ibi? Nima edi bu? Voy jonim! Voy, tavba qildim, nima bu? Voy ilohi. Aya! Nima qilyapsiz bu yerda? O'g'lim, hali vaqt uxlashga. Yur choy ichamiz. Kelin, siz o'zingiz uxlavering. Yur. Shunaqa gaplar demay-ya. Bobur aka, uyqum kelyotdi, uxlayveraymi? Yo, to'xta, uxlamasdan turib hozir kiraman. Bolam, o'tiribsiz-ku, suhbatlashimiz zaqli. Bir tayinli gap ham bo'lmayapti-da, uxlaganim ma'qul, ayajon kiray. Yo, nima qilasan? Uxlaversin u. Choy ichib o'tiribsiz, o'g'lim. 5 minutga kirib chiqdim. E'tibor qilma. Uxlasa uxlaversin. Ikkalamiz suhbatlashib o'tiramiz. Bozorda kurs qancha? Sabz qancha? Bo'pti, asabiylashma. Yangi yilda nima qilamiz? Dengizda suzamiz, delfin ustiga chiqasan. Bola, qayoqqa? Asaloyiga oyi, bu yerda bo'lmayapti-yu. Oy, Tinchlikmi oyi? asal oyiga borganingda oying qanday desalar, kasal oyim degan. Bo'pti, bormaymiz. Voy, bola, yur choy ichamiz. Ketdik. Kelinizchi? Dam olsin. Popona, qarasanga sovg'a olib keldim. Bavi parashoga. Endi qiynalmaysan. Bu kiyimlarni top-toza yuvadi. Bironta ham dog' qoldirmaydi. Oq kiyimlarni oppoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. 100% Germaniya xomashyorasidan tayyorlangan. Yur, kiyimlarni keyin yuvasan, xonaga boraylik. O'g'lim, yomon tush ko'rdim. Senga aytib beray bolam. Men tushda eshitib kelay. Borasizmi? Men nima qilay boshqa? Popona, ayam uxladi. Tushi ham rosa uzun ekan. Poponam. Bobur aka, ana kun ko'za. Pishar kirgandir-da. To'xtangda men bir ko'rayda. Yumi meni o'ylab. Mana qaka so'roqman. Men nima? Mana o'g'liz, xohlasangiz tushingizni ayting, xohlasangiz choy iching, xohlasangiz boshingizga yarqisiq qila oling. Amin, men ketdim. Poponim to'xta. Ketsa ketar. O'g'il bermoq, jon bermoqda bolam. Man qizg'onaman, seni man hammadan